Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun Parkent tumani Hisaray qishlog'ida xonadonga, tog'amni xonadoniga kelganmiz. Mana uzum yetishtirishga namuna sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu yoq tomoni Hasayni. Hozir. Mana rizomatlar pish arafasida. Yangi hosil bu. Mana ishkomga e'tibor bersanglar, top toza qilib ishlov berilgan. Barmoqday qilib tarab qo'yilgan. Xudo xohlasa mana pishib boshlagan, endi mana qizarishni boshlabdi. Hozir iyulning 31-sanasida biza qizarishni boshlagan Hisaray qishlog'ida. Parkent tumani. Endi bunga alohida baho berasizlar. Mana ikkinchi ishkom. Yangi hosil, mana oxirigacha. Mana bunisi uchinchi ishkom. Uzum alohida mavzu. Endi sizlarga undan da qiziqarlisini ko'rsataman. Mana shunaqa qovoqlarni ko'rganmisizlar? Mana qovoq. Palagiga ehtiyot bo'lamiz. Hali pishmagan-a bu? Nima degan sort bu? Yevropadan kelgan ekan, nomi hozircha aniqlamadim mana. Futbol koptogiga 3 ta keladi. Mana masalan qo'lim misolda ko'rsanglar, men qo'lim ham kichkina emas. 3 ta 4 ta keladi. Futbol koptogiga 3 ta 4 ta keladi. Mana kichkinagina hovlida bunaqa ajoyib bog' tashkil qilingan. Mana огород. Mana bu tomonda pomidorlar yetishtirilgan. Unumli foydalansa bo'ladi. Yer yo'q, sharoit yo'q, imkoniyat yo'q deb nolimasdan chiroyli foydalansa bo'ladi. Namuna sifatida ko'rsatsa bo'ladi. Mana pomidorlar ham hosilga kirgan. Pishib boshlabdi. Qovoqqa alohida baho berasizlar. Rangiga, kattaligiga. Mana. Men kunduz kuni quyoshli paytda olganman, qovoq palaklari sal-sal quyoshda shunaqa holatga o'tadi. Saharda va kechki paytda yana o'z holiga qaytib oladi. Mana masalan mana shu qovoqqa e'tibor bersanglar mana. Rangini o'zi go'zal. Mana. Hovlisi unaqa katta emas. Lekin yerdan unumli foydalanilgan. Mana garmdorlar ekilgan. Pastroqda bolgarskilar ekilgan. Hammasidan bor. Pomidorlar hosilini ko'ring. Bu yerda katta mehnat qilingan. Qunt bilan qilingan, mehr bilan qilinganligi bilinib turibdi mana. Mana tog'am o'zlari. Lekin qovoqqa alohida 5 kattaligiga qoldi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, faol hayot tomonida bo'lamiz. Mana shunaqa kichkinagina yerda ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Uzumga alohida mehr bilan qaralgan mana. 3 ta ishkomda. Umumiy necha tub bor bu yerda tog'a? 40 tub uzum. Ular pastdagilar bilan 100 tub. Pastda hali endi ekilganlari mana nimalarning oldida bor. Pomidorlarning o'rnida bor. Bular endi yaqinda ekilganligi uchun yerdan unumli foydalanish maqsadida 2-yil ekan. Rizomat ota navli uzumlar ekan. Keyin bular ham ishkomga ko'tariladi va mana shu ishkom davom etaverar ekan. Ungacha yerdan unumli foydalanish maqsadida shunaqa navli qovoqlar ekilgan. Mana pomidorlar yetishtiryapti. Mana bu yerda rayhonlar. Mana uy. Mana shu kichkinagina bog'dan daromad qilib go'zal sharoit yaratilgan o'zlariga. Shinam qilingan.
Mana bu so'ridagi uzumlar. Bunga alohida besh. Barmoqdek qilib tarab qo'yganiga qolish kerak. Salqin, shinam, fayzli xonadon. Hammasiga tog'am o'zi mehr bilan qaraydi. Hammaga tavsiya qilamiz. Hammaga qavoqchilarga vizit tashlayapti bola. Gap yo'q lekin. Alohida qovoq mavzusi umuman gap bo'lish mumkin emas. Men o'zim qoldim. Bitta qovoq kattaligi 4 ta keladi, ya'ni futbol koptoyiga. Hali pishganda yana alohida video qilamiz. Hammaga rahmat.